Payg'ambarimiz alayhissalom bashoratlardan kelib chiqayotganimizda ummatim yoshi 60 bilan 70 o'rtasida bo'ladi deganlar uchun. Bu dunyoda ozgina sabr, nafsi ammorani ozgina tugib qo'yish. Yomonlikka undaydi, birov haqqini yeyishga undaydi. Hozir odamlar shunaqa bo'lib ketyapti-da. O'sha 20 yil yaxshi yashab olay deb turib, birovlarning haqqini yeyapti. Mayli, ye, hal tishib chiqargan kunlar ham keladi. Alloh abadiy jannatni beraman deyapti. Akalar, abadiy jannat arzimaydimi? Har qanday odamga hozir mana ajdariy masalalar chiqyapti-yu, 1 yil ichida mana 10 ming so'mingizni 25 ming qilib beriladi desa, berib yuboryapti-yu 1 yilga ishonib. Bitta odamga 1 yilga ishonilyapti. Allohga ishonilmaydimi 10 yilga? Bitta odamga 1 yilga, hatto 10 yilga ishonadigan odamlar bor. 10 yilga variantga chiqiladigan odamlar bor. Qarang, 20 yil, 30 yilga reja qilib qilyapti, ishonyapti. Lekin ertaga nafs bor, nafas olish bor, yo'q, uni biladi o'zi ham. O'lishi mumkin. Lekin ishonyapti, buyum